Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizdan kuzatib borayotganlar Mirobod tumanidan uy qidirganlarga xudo xolasa bugun 3 qavatli yangi qurilgan uchastkamizda obzor qilib beramiz. Uchastkani videoni ko'ryapsizlar, tashqi tarafdan oltin polis panoramli romli qo'yilgan 3 qavatli mana shu uyimiz sotuvga qo'yilgan. 2-1 sotuv yer maydoni qurilgan bo'ladi. Hovlisiga mashinalar kirib qo'yishinglar mumkin. Ikkitalar bemalol. Bu tarafda mana yozgi oshxonalar qilib qo'yishgan, hojatxona hovli uchun. Lekin uyga haqiqatan zo'r qilib qo'yishdi, ham qaraylik. 3 qavatli uchastka. Kerak bo'lsa ikkita oila qiynalmasdan yashasa bo'ladigan sharoitda katta uchastka qurib qo'yishdi. Mana shu uyimizni obzor qilsak bo'ladi. Uyimizni bog'cha qo'rsanglar ham bo'ladi, akalar. Xonalar ham ko'p, lekin birinchi liniyada joylashgan. Kirishimiz mana shu katta hol orqali bo'ladi. Kirishimizga mana televizorlar qo'yib qo'yish uchun bu tarafga antennalar ulab qo'yilgan. Mana shu hol orqali xonalarga o'tiladi. Birinchi xonamiz oshxona plus zal bo'ladi. Bu tarafda mana o'zingizlar bo'lib olsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar egalari ham bo'lib berishadi. Bu hali bo'lishga ulgurishmagan. Bu tarafda mana katta zal, taxminan bir 15-20 kishilik zal bo'lyapti bu tarafda. Chap tarafimizda bo'lsa oshxona. Oshxona ham zal ham rosa katta razmerda. Zalga mana отдельный chiqish eshigi bor bu tarafda. Haqiqatan uy zo'r ekan. Hammaga ham mana zo'r uylar nasib qilsin. Chap qo'limizda birinchi qavatimizning sanuzul xonasi umumiy. Qaranglar, sanuzul xonani birinchi qavat uchun umumiy sanuzul xona to'g'ri kirganimizda bitta spalni joylashgan. Spalni qaranglar. Havo aylanishiga bu tarafda bitta eshik qoldirilgan, orqa hovlisi ham bor. Hozir sizlarga mansardasini ko'rsataman. Xudo xolasa mansardasi shunaqa yo'qdi, ukalar. Rosa katta ekan. Mana bu tarafdan podvolga tushamiz bitta. Mana shu katta oshxonadagi podvol qilingan, shu o'tirmadik. Kotyolni oshxonaga qo'yilgan, katta razmerda yerto'lasi bor. O'zi bu taraf 3 qavat, yana podvol ichida 4 qavat bo'lib ketadi. Ikkinchi qavat bu yerda joylashgan, ikkinchi qavatda ham yotoqxonalar, mehmonxonasi bor. Bu tarafda birinchi spalni, koridorda ikkinchi qavat sanuzul xonasi. O'ng qo'limizda katta spalni joylashgan. Razmeri qaranglar, kattaligini. Har qayerda xonalar ham katta. Mana bu tarafda yana bitta spalni bor. Razmer bir xil. Radiator ham topli bo'lan bor. Oxirgi xonamiz mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonani qaranglar, kattaligini. 20 ta mehmon kirib ketadi indamasdan. Qaranglar. Hammaga mana shu uylar nasib qilsin. Zo'r ekan xonalar. Ikkinchi qavatimiz bo'ldi. Ana endi xudo xolasa 3-qavatga chiqamiz. 3-qavat vobshe zo'r ekan. Xudo xolasa o'g'on odam betga bir namozxona qilib qo'yadimi, sport zal qilib qo'yadimi. Qaranglar, kattaligini. Juda ham katta binoning 3-qavati polni mana silikon katta mansarda qilingan. Do'stinglar oshxonaga kelib qolsa ham mashti gaplashib o'tirsanglar ham bo'ladi. Vobshe zo'r. Qaranglar, maza qilib o'tirasiz. Harimni shurug'ingiz keladimi, misol. Qolgani keladi, yotgani keladigan bo'lsa ham mashina javob bersanglar bo'ladi. Xonalardan ham muammo yo'q, xonalar o'zi ham tiqilib yotibdi. Ko'ringlar, birinchi liniyada. Bu xonadonimizga egalari $190,000 so'rashyapti. Kelishadigan joy bor. Aloqaga chiqinglar, ukalar, savdosi to'g'ridan-to'g'ri egasi bilan bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, lokatsiya beramiz, kelib egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri savdosini qilsanglar bo'ladi. Mirobod rayonida mana shu katta kvadraturaga ega bo'lgan hamyonbop narsa uy qidirayotgan bo'lsanglar, tanish bilishinglar bo'lsa tarqatib yuboringlar. Xudo xolasa kelishadigan joylari bor. Обязательно videoga like bosib esdan chiqmasin. Tanish bilishlarga xudo xolasa tarqatib yuborsanglar ham o'g'on odamga manfaatli video bo'ladi.